1 millionni ham urib qo'yadi. 100 mingta obunachi bilan. Xullas qarang, men ko'pchilikdan bir xil gap eshitaman-da. Misol uchun bitta odamning 100 mingta obunachisi bor-da, u aytadi. Men qo'ygan video organik как minimum 60 mingta, 70 mingta prosmotr bo'ladi deyshadi. Shunga ekspert sifatida siz qanaqa qaraysiz? Xo'p, eksport sifatida qaraydigan bo'lsam, 100 mingta organik obunachini historiya prosmotri o'rta hisobda 3-5% tashkil qiladi o'zi. Misol uchun 3 mingta, 5 mingta historiya ko'rishadi. Agar video reelsi zo'r bo'lmasa, kontent zo'r bo'lmasa, reelslari ham где-то 3 ming, 5 mingta bo'ladi, undan oshmaydi. Chunki mana 100 mingta obunachisi bor uni, to'g'rimi? To'g'ri. U odamlar yana boshqalarga ham obuna bo'lgan uni obunachilarida, ularning orasida ko'rinmay qoladi agar kontent zo'r bo'lmasa, uchadigan reaksiyalar ko'p bo'lmasa, u kontentni 3 mingta, 5 mingta bilan qotib qoladi. 100 mingta organik obunachisi bo'lsa ham. Agar kontenti zo'r bo'lib, huquqlari zo'r bo'lib, uchadigan kontent bo'lsa, u 1 millionni ham urib qo'yadi. 100 mingta obunachi bilan. Tushunarli.